Assalomu alaykum aziz gulseverlar, opa-singillar. Men bugun o'zimning bilganlarimni hamda tajriba qilib ko'rgan zenzi ko'chatlarimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Birinchi navbatda zenzi gulimni fitilga o'tkazdim. Chunki oddiy nimada edi, ildizlar chirib boshladi. Keyin men buni 2 oylar oldin fitil qildim. Mana fitildan keyin yangi tomirlar ko'rinib, juda yaxshi ahvolga keldi. Mana tagidan ham chiqib boshlagan ildizlari. O'zim tavakkal qilib ko'rgandim. Juda yaxshi bo'ldi o'zgarish. Hali endi ko'rinib boshlagan detka tagidan, tubidan mayda. Fitildan keyin ancha gullarimni, aglaniyamalarimni, ko'p gullarimni fitilga o'tkazdim. Oddiy turf bilan perlit, g'ishtli turf, unday qimmat turf emas. Keyin zenzi barglari ujmayib boshlaganda tarrang bo'lib, juda yaxshi ahvolga keldi. Keyin men undan keyin oddiy yashil zamiya qism bor edi, bular hech o'zgaravermadi. Buni ham yaqinda fitilga o'tkazdim. Endi buni ham nimalar kutyapman, natijalar. Buni oddiy yashil zamiya qulqis, bu qora sho'rni zamiya qulqis. Buni ham oddiy qavatli nimaga o'tkazib qo'ydim. Ulardan bitta tajriba qilib ko'rganimdan keyin, o'zgarish yaxshi bo'lgandan keyin ularda ham sinab ko'rdim. Mana barglari qattiq, juda chiroyli, tarrang turibdi. Ancha tomirlar ko'rinib, o'zgarishlar yaxshi bo'lib qoldi. Oddiy turf bilan perlitka ham bo'lar ekan. Qimmat dorilar, qimmat tuproqlar shart emas ekan. Undan keyin bunga 1,5 oylar bo'lib qoldi. Buni ham fitilga qildim. Udobrenalarni tagidan beraman. Bu lekin nimaga ekilgan? Mana ismi ham esimdan chiqib qoldi hozir shuning. Yaltiroq. Oddiy shunda vermikulitga ekilgan, katta vermikulitga ekilgan. Hali 1,5 oy bo'ldi. Hali ochib ko'rganim yo'q, qanday natija bo'lganini. Hozir ochib ko'rmoqchiman sizlar bilan birga. Oddiy vermikulitda juda zo'r tomir otadi deb umid qilib ekkandim. Hozir sizlar bilan birga shuni bittasini ochib ko'ramiz. Juda qattiq joylashib ketibdi bu. Sekinlik bilan ochib ko'ramiz. Bir yarım oyda natija oppoq kartoshkalar. Hali detka ko'rinmagan oldidan, lekin 1,5 oyda shuncha natijaga ega bo'ldik. Buni joyiga qaytarib ekib qo'yamiz. Boshqalarni kovlab ziyon keltirmayman. Juda yaxshi natija. Turfdan ham, perlitdan ham bu vermikulit yaxshi natija berar ekan. Lekin to'xtamay mana bunisiga har xil udobrenalarda solib turaman. Umuman oddiy suv quyganim yo'q. Balkim shundandir. Juda yaxshi natijaga ega bo'libman.
Buni endi bahorgacha kutaman. Bahordan keyin bahorga kelganimizdan keyin nasib ungacha ditga ham berib qolar deb umid qilaman. Nasib bo'lsa buni bahorda yangi natijalarni kutib qolaman. Nasib bo'lsa, yangi natijalarga ega bo'lsa, yana sizlarga ko'rsataman. Endi oddiy tuproqlarda, oddiy nimalarda gul o'stiraman. Unday qimmat nimalarga ishlatmayman. To'g'ri, perlit vermikulitlarga sizlarda ham fikrlar bo'lsa, mendan yaxshi natijalarga ega bo'lgan bo'lsalaring yozib qoldiringlar. Men ham qo'limdan kelgan, o'zim tajribamda o'tkazgan gullarimni ko'rsatib turaman. Bu zenzining bitta bargini kesib olgandim. Shundan ekdim maydalab. Nasib endi bundan ko'pgina zenzichalarga ega bo'lamiz deb o'ylayman. Ma'qul kelgan bo'lsa, sizlar ham sinab ko'rishlaringni so'rayman. Juda yaxshi. Bu yonboshlaridan ham tomirlar ko'rinib boshlagan. Shundan keyin ochib ko'raychi dedim. Ochib kavlab ko'rmayman. Ochib kavlayversa tomirlar sinadi. Shuni ham bittani ham zo'rg'a chiqarib oldim. Rosa tomir joylashib ketgan ekan. Endi buni bahorgacha teginmay faqat fetyulda suv berib turaman. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar.